To'yda ham bostirib kelaveramiz. Assalomu alaykum, to'ylar muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Rahmat. Qanaqasizlar, kayfiyat yaxshimi? Yaxshi. Yaxshimasdan. Rosa chiroyli kelin bo'libsiz. Tabriklaymiz. Baxtli bo'ling, taxtli bo'ling. Rahmat. Bilasizmi, hozir dugonalaringiz aytishdi-da, yomon jihatlari bormi dedimda. Dedimi? Ha. Bilasizmi nima deyishdi? Lekin men hozir guvoh bo'ldim. Ozgina mas'uliyatsiz kech qolib yuradi ko'pincha deyishdi. Mana hozir to'yiga ham kech keldi, odamlar o'zi o'tiribdi, lekin mana kelin kuyov hozir keldi, ancha kech. To'yda ham kech qoladimi odam? Siz ayting-ki. Yo'q, endi kech endi yo'lda hamma probka. Ha, probka. Uzoq kutilgan baxt deb yozilgan. Uzoq kutilgan. Endi mana kuyov to'ramiz uzoqda turar ekan. Qayerdan topishdinglar sizlar bunaqa? Bular meni topdilar. Ha, Topdi. da, bular topdi meni internetdan. Shuncha chiroyli qizlar bor edi. Bunaqasi Yo'q. yo'q. Bunaqasi yo'q. Endi olib ketasizmi? Xudo xolasa. Yaxshi, olib keting. Yo'q, keting dedi. O'zbekistonga ham kerakmi? Siz ketib borasizmi olib ketsalar? Ketaman. Boshqa variantingiz ham yo'q endi xo'jayin. Ha, o'chayim bular. Bo'ldi. Qoyil endi mana ijod qilaman deb qolsa nima deysiz? Ijodga har doim zavq bo'lganmiz. Xudo xolasa kelib ketib yuradi. Men o'zim Endi menimcha ozgina o'tib kuyov to'ramiz ham shu o'zini aktyorlikda, qo'shiqchilikda sinab ko'rsa ajab emas. bunaqa narsa yo'q. Yuqadi. Yo'q. Bormi? Ularda ham bir qanaqadir iste'dod? Yo'q, hammaga ham ko'rsatmaydi, lekin men ko'rganman. Endi faqat sizga ko'rsatiladi. Da.